Assalomu alaykum. Bugungi videomiz Navin katyorni tozalamoqchimiz. Ichidagi changlarini qanday qilib tozalasa bo'ladi? Oddiy uy sharoitida. Ochdik. İçini ahvoli. İçlari changdan to'lgan. Albatta ishlashiga juda qattiq xalaqit beradi. Shu sababli hozir buni stроительный фен bilan, ya'ni mana bilan stроительный фен bilan hozir ichini tozalab ko'ramiz. Bu albatta menimcha changdan emas, men o'zim ko'radim, lekin boshqalarga ko'rsatish uchun. Boshladik unda. Ahvolim qarang. Endi tomosha qiling. Oldingidan ancha yaxshilandi deb o'ylayman. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar.